Bismillahirrohmanirrohim. Instagram profilimni bugun yurg'izishni boshlaganimga 10 oy bo'lib qopti. 10 oyda ichiga men Instagramdan juda ham ko'p narsa oldim va juda ko'p narsa yo'qotdim. Profilim 40 ming obunachiga ega bo'ldim. O'zimga yarasha mana shu Instagramdan daromad oldim. Bu haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Vaqtimni yo'qotdim. Farzandlarimga atashim mumkin bo'lgan yoki oilamga atashim mumkin bo'lgan o'z vaqtimni telefonga yo'qotib qo'ydim. Keyin shulari mana shu narsalarga nuqta qo'yish uchun Instagram profilimni yurg'izmayman deb e'lon berganimda ko'pchilik telefon qilib aytishdi. Soting menga, undan ko'ra keling shu profilingizni soting deb taklif ham berishdi. Men yo'q, unday demang, hali profilni yurg'izaman inshaalloh. Hali biz 50 mingta bo'lamiz. Nechta inson ko'ryapti, ko'radigan insonlar bittadan podishka qilib, bitta inson like bosib yoki bitta inson obuna bo'lib qo'ysa, oddiy bir o'zbek ayolini himoya qilib podishka qiladigan insonlar oramizda bo'lsa, biz o'zbek xalqini hech kim hech qachon yenga olmaydi inshaalloh.